20-oktyabr 2025 kuni soat 19. Oh-ohda Milliy TV kanalida yangi o'zbek seriali Chimildiq ko'rmagan kapalak 2. 5 kunlik dunyoning birinchi qismi namoyish etiladi. Loyiha noodatiy syujet va qahramonlarning chuqur obrazlari bilan darhol diqqatni tortadi. Boshlanishidan boshlab tomoshabin serialning drama va yumor unsurlarini qanday uyg'unlashtirganini ko'radi, bu esa ekranga mahliyo bo'lishga majbur qiladi. Syujet o'zining original hikoyasi bilan qiziqtiradi. Bosh qahramonlarning kichik quvonch va qiyinchiliklari hayotiy sinovlar bilan bog'lanadi, bu esa hikoyani jonli qiladi. Aktyorlar tabiiy va hissiy samimiy ijrosi bilan tomoshabinni qahramonlar bilan birga his qilishga majbur qiladi. Musiqa sahnalarni mukammal qo'llab-quvvatlaydi, his-tuyg'ularni kuchaytiradi. Rejissura va operatorlik ishlari alohida e'tiborga loyiq, har bir kadr dinamika va puxta o'ylanganlikni uyg'unlashtiradi. Kiyim-kechak va dekoratsiyalar ham jozibadorlikni oshiradi. Serial tomoshabinga iliq taassurot qoldiradi va 5 kunlik sarguzasht davomida qahramonlar bilan birga his-tuyg'ularni boshdan kechirish imkonini beradi.